Obunachilar, sigirni qaranglar, ena bola. Bolasi enasini sifatiga, yeliniga ahamiyat beringlar, kattaligi. Xo'p, jersey ishqibozlari uchun bo'ladi mana shu videomizda xohlasa mana bolasi buqacha ekan, bir hafta atrofida. Bola ham bolamsan bola. Xo'p, quloqlari skanerlari yo'q, lekin to'qol varianti mana do'stlar. Xo'p, eng buni maqtashga arziydigan tomoni, haqiqatan ham maqtashga arziydigan tomoni hech qanaqa to'ldirilmagan yeliniga ahamiyat beringlar. Qancha suti bor aka buni? 15 taga beraman deyapti, 20 tadan osh sag'at deyapti, lekin oshchi akamiz kamtar inson ekan, maqtanishni yomon ko'raman deyapti, shuning uchun 15 taga olaversin deyapti. Xotirjam. Qaysi sharoitda baxshishdan qat'iy nazar aka obunachilar mana egasi aytgan ma'lumotlari. Nechinchi qorin aka bu? 3-qoringa. Bo'ylari 120 plus atrofida. Gazlari, tuyoqlari, etlari hamma yo'g'i joyiga kelishgan o'ziniki. Yarashib turgan variantidan do'stlar mana. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, mana nomerlarini bersa, aloqaga chiqaverasizlar, ma'lumotlarni chiroyli qilib sizlarga yoritib berishga harakat qilyapmiz mana. Sifatiga qaranglar do'stlar, sifat qaranglar. Aka, nech pul deyapsiz endi buni? 50 million so'm kam bor ekan. Bozor so'radimi? 43,5 million savdolarni ko'rgan. Savdo kelishmagan. Ustiga yursa beraman deyapti. Mana nomerlarini aytib ketamiz ishqibozga. Aka, nomer qo'yib qo'yaylik. 94lik 106 79 78. Kimga qiziq bo'lsa mana aloqaga chiqaverasizlar akamizda. Savdogar ekan do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari va ena bola sigir ishqibozlari, sut yo'nalishida, go'sht yo'nalishida sigir baqib foydalanadigan chorvador akalarimizga uchun bo'ladi bu video. Do'stlar, chisalar eslatib o'tamiz. Bugun 10-may hafta kuniga yakshanba 2026-yil. Biz bugun Andijon viloyati Baliqchi tumani Baliqchi Chorva mol bozoridan ikkinchi syomkalarimiz boshlayapmiz. Kimga qiziq bo'lsa mana ma'lumotlarni berib ketamiz, nomerlarini yoritib ketamiz. Aloqaga chiqib bemalol bozorga kelmagan vaqti yo'qlar. Mana shu YouTubedan ham, ijtimoiy tarmoqdan ham ko'rib aloqaga chiqib olsalaring bo'laveradi. Adreslarini beradi akalarimiz. Aka, nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Bolaxona ochun ekan-a? Bolasi bo'ylari 1 metr atrofida, enasiniki 125 plus atrofida. Qancha sutga beramiz buni aka? 10 litrga beramiz ekan. Shvet ekan do'stlar, oq quloq, mana shu quloqda skanerlari bor ekan. Nech pul narx aytyapsiz aka bunga? 40 million deyapti. 40 million narx aytilyapti ekan. Aytilgan narxlar muhim emas. Bozor so'radim aka? 37 million. 37 million savdolarda ko'ribdi. Mana. Nechinchi qorin dedingiz? Ikkinchi qoringa ekan. 5 shu, sog'ib ko'rsatib beraman deyapti. Dehqonchilikmi bu aka? Dehqon aka. Sog'ish ko'rsatib beramiz. Bu qarayman. Ahamiyat beringlar. Xo'p, tanlamaydi ekan. O'ng, chap, orqadan, yonboshdan qizig'i yo'q ekan. Sog'diraverar ekan mana. Ancha-anchasiga aytilargan bo'lsa do'stlar, mashitlariga bittadan like bosib ketinglar. Bolasi ham, o'zi ham bola ekan. Bolasi urug'i qo'yganmisiz-a? Mana sifatga ahamiyat beriladi do'stlar. Bu qaranglar. Qashqasidan olib boqaman deganlarga mana haqiqiy dehqon ekan, sotilib ketmasa bozorda aloqaga chiqaverasizlar. Nomer aytib ketaylik aka ishqibozga. 95lik. Hop. 242 Hop. 77 12. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p, mana do'stlar. Yaxshi mollar chiqqan. Hop, simentaliga chachib ketgan bitta gibrid varianti bor ekan. Hop. Aka, parodasini nima deymiz buni? Rossiyskiy ekan, obunachilar. Rossiyskiy simentala bu. Sut yo'nalishiga ham, go'sht yo'nalishiga ham tushaveradigan hadavoy variantlaridan. Do'stlar, bo'ylari 125 atrofida. Bolasi buqacha ekan mana. Bolani ko'ringlar do'stlar. Hop. Aka, qancha sutga beramiz buni? 8 litr sutga sinab olaveradi deyapti do'stlar mana. Tomosha qilib turadigan, mashalloh deb bittadan like bosib, mana shu yerga obunachilar mana shunday like bosib ketinglar iltimos sizlarni. Xudo xolasa, sizlar uchun xizmatdamiz, yo'lda qilib beraman deyapti akamiz. Hop, nechinchi bolasi aka bu? 4-chi bolasi. Bolasi buqacha, bo'ylari ham 1 metr atrofida. Enasi ham katta ekan do'stlar. Bo'ylarini men noto'g'ri aytib qo'ydimmi? Bo'ylari 130 ga borar ekan do'stlar. Katta, sifatlari go'zal holatda ekan. Aka, nech pul deyapsiz buni? 34 ga bermadik, 38. 38 million narx aytilyapti, 34 million savdo qilibdi. Lekin sotilmagan quloqda skanerlardan. Bular привозной kelgan, ha? Привозной kelgan obunachilar. Mana.
Ishqibozlik nomer aytib ketamizmi aka? Telefon nomer 33lik aytavering. 281 Hop. 24 25. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Baliqchi degan dastavkalari bor. Yebich so'roq savoliga bir hafta sinab olaveradi. Hop, do'stlar mana. Bemalol o'ylanmasdan yebich so'roq savollaridan savdolarini qilsalaring bo'laveradi, obunachilar. Yana bitta rossiyskiy simental chatishgan birinchi qoringa bo'ylari 125 atrofida pilus. Bola buqacha ekan-a? Bola buqacha ekan, do'stlar mana. Nech pul deyapsiz buni? Narx qancha narx beryapti? 42 million, mana 43 million savdolarni ko'rib turibdi, 50 million narx aytilyapti. 5 sho'mi aka bu? 5 sho'm ekan mana. Qancha sutga beramiz? 15 taga sinab olasizlar ekan, tutaylari hamma jo'g'i. Endi bu sutagali kuraga chiqmagan. Kuraklari chiqmagan, endi ko'rinib turibdi o'zi yoshligi. Odamlar ko'rib o'zi bemalol baho beraveradi mana. Eslik ekan hayotda. O'ng chap tanlamaydi aka. Sag'dirishidan, yebich so'roq savolidan o'ylanmasin deyapti. Bir hafta 10 kun sinab olaveradi deyapti hamma tomonni. Pulidan ozgina olib bo'laveradi ham deyapti. Do'stlar, mana shunday variantlarni sizlarga yoritib berishga harakat qilyapmiz mana. Ishqibozlik nomer aytib ketasizmi? Ayting nomerlaringizni. 50 ha. 809 95 35. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa mana. Chiroylardan yoritib berishga harakat qilyapmiz mana. Hop, mana buni kattaligini qaranglar. Bozorda baliqchi bozorini, mol bozorini eng katta sigiri bugun mana shu bo'lib turibdi ekan, do'stlar. Bokilarga ahamiyat berasizlar. Parodalarini hozir egasidan ma'lumotlarni olib yoritib berishga harakat qilamiz. Bo'yini aytib ketaman. Bo'yiga ahamiyat beringlar-da, ularga qancha baho aytasizlar bo'yiga. Mana, qancha baho berasizlar. Bo'ylari 150 pils atrofida mol, katta mol ekan nihoyatda. Bokilari ham otilib ketaman deyapti. Arqalaridan ko'ringlar-da mana. Haqiqiy fermasi borlar yoki 4 ta o'rniga bitta boqaman degan variantlariga juda tushadigan zo'rdan ekan obunachilar. Aka nech pul deyapsiz buni? 60 million deb. 60 million. Bolasi nima? Bolasi xunojin ekan. Bola ham o'zi ham bolamiz ham bola ekan obunachilar. Urug' qo'yilganmi ekan? 1 oylik bo'lgan. 1 oylik bo'lgan variant ekan obunachilar, buni qaranglar. Mana. Bu parodasi nima aka? Rossiyskiy nima deyiladi? Simentalmi? Rossiyskiy ekan. Endi obunachilar to'g'risi sizlarga manaqa deb ma'lumot bergani yolg'onchi bo'lmaydi, meni ijolat olaman. Shuning uchun egasi nima desa, shu ma'lumotlarni olib berishga harakat qilyapmiz. Bolasini qaranglar. Kes katta bo'ladi, bo'ylari, go'sht yo'nalishiga adashmasam tushaveradigan variantlar ekan. Aka bozor so'radimi? Qancha beryapti? 51 million savdoni ko'ribdi mana. Bolani qaranglar, maşallah. Mana shu yerga bitta like bosib ketasizlar, do'stlar. 5 shu aka, mola? 5 shu o'ng chap tanlamaydi, bokini qaranglar. Qancha sutga beramiz aka buni? 20 taga. Kamida yo'q deganda 20 ta ekan mana. Hali mol boqishga erinadiganlar bo'ladi. Shularga mana 20 ta berar ekan, lekin boqsalarning albatta ko'p beradi. Aka nomer aytib ketamizmi ishqibozga? 88lik Aytavering. 062 Hop. 37 Hop. 89. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarimizchi aka? Kelish yo'q-a? Dastavkasi endi kelishilgan holatda bo'laveradi. Dastavkasi nima endi texnika zamonida yashayapmiz. Yetkazib berilaveradi. Kelish postalarga obunlashlar mana. Kimga qiziq bo'lsa, ha? Hop, bemalol aloqaga chiqib olaverasiz. Aka savdoingizni bersin. Yaxshi mollar chiqqan. Bu baraka bo'ldimi aka bu? Endiga, hop, mashalloh, mol qaranglar do'stlar. Buni ko'raylik. Kurs bunaqasini o'zim kamdan-kam ko'ray. Adashimiz 20 sm qolganda yerga deb olishga osti yerni. Bo'ylari baland emas, lekin o'zimizni qandaydir bir shvedlarga chatishib ketgan variantimi? Aka qancha suti bor buni? 15 taga. To'g'risi bor, obunalashlar yelini bor, bok o'ylantirib qo'yadigan ekan qancha odamni. Bo'ylari 120 ga borib bormaydigan variantlari. Bolasi nima? Bolasi buqacha ekan. Nechinchi qoringa deymiz aka? 3-chi qoringa. 2-chi qoringa ekan mana. 5 shu xudo xolasa tanlamaydigan o'ncha boklarga ahamiyat beringlar-da. To'lgan ekan o'zi ham. Bozor so'radimi? Qancha so'rayapti? 35 ga berilgani yo'q ekan. Ustiga qo'shilsa, yursa beramiz deyapti. Dangal savdo bo'lgan. Bozorda hali qilyaptimi, o'tib ketyaptimi-da?
Hop, aka nomer aytib ketamiz ishqibozga? Aytib ketaveramiz. Ayting nomeringizni. Aka 93lik Hop, 059 hop. 58 87. Hop, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Mana shunday kalta parodasini olib boqaman deganlar uchun mana do'stlar, mol juda zo'r ekan, xudo xolasa. Yo'q, shartma sotasiz, lekin to'g'risini qaranglar. Biroq turing aka, oldiga o'tib turing, oldirog'iga. Mana qaranglar, sifatni qaranglar, obunachilar, boyga ahamiyat beringlar. Buni qaranglar mana. Mashalloh, bolasi ham zo'r ekan, enasi ham zo'r ekan, buni qaranglar. To'g'risi bunaqasini kamdan-kam ko'rgandim men. Obunachilar, akamizning o'ziga ham aytib qo'ying. Aka savdoingizni bersin. Aka parodasi Greenfordmi aka bu? Simentalmi? To'g'ri unga tortar ekan. Simental ishqibozlar uchun yana bir bosh ena bola. Bolasi bu ekan-a? Greenford. Bolasi Greenford. Greenfordga qo'yilgan variant ekan. Bolasi Greenford deb tug'ilgan. Xo'p, urug' ekan. Oqbosh, tuxum kalla, kipriklari oqidan. Bolasi ham o'zi ham bolamisi ham bola. Bo'ylari 1 metr plus atrofida. Qaranglar, sifatni qaranglar do'stlar. Mana. Arqalari pachka ekan o'zi ham. 4 soat bunachilar. Bolasini o'zi xudo xolasa enasini pulni qoplab ketadi. Kuzga borib enasi yonlaringga qolib ketadi. Eni bolar nech pul deyapsiz aka? 70 million, 58 million berishdi. 8 million savdo qilib 70 million narx aytilyapti. Mana faqat narx aytilaveradi. Telefon qilib bog'lansalar tushib beradi. Yana bo'g'ozon ikkinchi oyga o'tish boshlaydi. Enasi 2 oylik bo'g'oz. Gumon emas aka? Yo'q. 15 ta sutga beramiz deyapti. Bir so'roq savollarga bir haftaning garantiyasi bor. Dastavkalarni ham qilib beriladi. Kelishilgan holatda oddiy bo'lib yetkazib beraveradi. Mol 4 kurak ekan. 6 ta ham emas ekan. Bunachilar mana. Ahamiyat beringlar. Kecha tulasa yana ham sifat bilis berib yaltirab zo'r bo'lib qoladigan. Obunachilar sigir ekan mana. Tutalari yonboshdan atrofdan ko'rib qo'yinglar o'zlaring orqalaridan ham birani. Mol katta. Hali kichik ko'rsatgan parodani qaranglar. Endi do'stlar, yilniga ahamiyat beringlar. Buniki qanaqa, buniki qanaqa. Endi go'sht yo'nalishiga bular tushadi. Hamma tomonlama tushaveradi. Shuning uchun pul baland. Bitta yelini bilan bog'lanib olmaymiz. Hamma tomonlama tushaveradigan adoy variantlari. Aka, nomer aytib ketaylik o'ziga. 94lik. Hop. 788 88 75. Kimga qiziq bo'lsa mana aloqaga chiqaverasizlar. Yo'lida qilib beraman dedi. Asosiy telefon qilib bog'lansin deyapti. Mana turishni qaranglar mana. Mana shu yerga bittadan like bosmaganlar, like bosib ketaylik do'stlar mana. Bu tomonlarda ham mana savdolar bo'lyapti mana shu joylarda. Qaysini baraka qilyapti, yordam berishga harakat qilamiz. Eski savdogarlarimizdan har safar chiroyli endi bola sigirlarni olib chiqar akamiz ham. Aka nechinchi qorin bu? 3-qorin. Bolasi egizaymi? Egizchi sigir ekan do'stlar mana. Abzor 20 ta chiqadi. Mana do'stlar, orqalari keng holatda ekan. Bolalarni qaranglar, egizchi ekan. Bir hafta atrofida bo'libdi mana. 2 ta tug'ibdi. Shunaqasidan boqaman deganlarga ma'lumotlarini chiroyli yoritib berib ketamiz. Nomerlarini bersa qo'yib ketamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, bo'ylari 120 atrofida. Qancha sutga beramiz buni? 12 taga sinab olinaverar ekan obunachilar. Xo'p. Bolalar nima? Fotima Husan. Fotima Husan ekan mana. Buni otlari ham bor mana. Nech million aytyapsiz bunga? 47. 47 million. Bozor so'radimi? 43 million bermayapmiz. 43 million. Siz qilyapsizmi hola? 43 million mana savdolarni ko'ribdi obunachilar. Nomer aytib ketaylik o'ziga. 50lik. Hop. 075 32 70. Bunga qiziq bo'lsa mana aloqaga chiqaverasizlar. Bolasi ham, ikkalasi ham o'zini bolasi do'stlar mana. Fotima Husan dedimi? Hasan Fotimani ularsa shunday egizchi. Mana shu akamiz savdolarni qilyapti. Hop, bu tomonlarda ham. Nech pul deyapsiz buni? O'zimizni jaydari sigirlar obunachilar mana. Bolasi nima uka? Bolasi Qunojin ekan mana. Bolasi ham ola, enasi ham ola variant. Bozor so'radimi uka? Qancha beryapti? 33 million savdosi bo'lyapti. Qancha suti bor? 12 ta. Birinchi qorin ekan-a? Birinchi qoringa 12 ta sinab olishga berilaveradi deyapti. Orqalari keng holatdagi variant do'stlar.
Hamma tomondan indamaydi deyapti. Nomer aytib berasizmi aka, telefon nomer? Ayting. 93. Hop. 919 Hop. 2889. Kimga qiziq bo'lsa mana aloqaga chiqib olasizlar. Chiroyli qilib yoritib berdik, xudo xolasa. Pullarini ham go'zal holatda qilib, ko'ngil yoqadigan qilib beramiz deyapti. Xo'p, obunachilar, yaxshi mollar chiqqan, xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildik mana. Akamiz har doim turibdi mana shu joyda mana. O'tizga vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar do'stlar.